Oila yoki biznes qay birini tanlash kerak? Qizingizda o'sma. Men bilmayman, bir hafta qoldimi yashashga deganlar. Hamma professorlar tekshirishgan, aytishgan, o'sma bu. Allohim. Men tayyor emasman. Testlarni olardim ham отрицательный. Hozir ekologiya yomon, hozir atmosfera yomon, hozir nurlanishlar ko'p. Ты меня помнишь? Haliyam ishingda bormi? Turmush o'rtog'im uxlasa, men yig'lardim. Bizda ham shunaqa bo'lyapti. Bo'lyapti. Yo'q bo'ldi shu ham. Bepushtlikka uchragan onalar meni tushuna oladi-da. Sal gapirishda ham kechikishroq bo'ldi. Qizim kichkinamda xavotir oldim. Bolani bervargin, nima qilasan? Ana ushtagizagim bor-ku. Rivojlanmoqchiman, lekin menda uydagilarim ruxsat bermaydi-da. Eng birinchi boshlanganda meni hayotimda rosa ko'p o'yinchizalar bo'lgan.